Assalomu alaykum azizlar. Sizlar bilan ikkinchi darsimizda ko'rishib turganimdan bag'oyatda xursandman. Bugungi darsimizda sizlar bilan LED chiroqlari, rezistorlar, kondensatorlar hamda tugmalar to'g'risida gaplashamiz va albatta ularni amalda sinab ko'ramiz. LED chiroqlari. Tasavvur qiling. Bugun bizning uyimizni, ko'chalarni, telefon ekranlarini yoritib turgan oddiygina LED chiroq bir paytlar umuman mavjud bo'lmagan. LED bu Light Emitting Diode, ya'ni yorug'lik chiqaruvchi diod degani. Lekin bu kichkina chiroq ortida juda katta tarix yotadi. An'anamizga ko'ra LEDning tarixiga nazar tashlaymiz. Bu juda qiziq tarix. Hammasi bundan 100 yildan ko'proq vaqt oldin boshlangan. 1907-yilda ingliz olimi Henry Joseph Round qiziq bir hodisani payqadi. U ba'zi kristallardan elektr toki o'tkazganda ular yorug'lik chiqarayotganini ko'rdi. Bu hodisa keyinchalik elektroluminessensiya deb nomlandi. 1920-yillarda esa rus olimi Oleg Losev bu hodisani chuqur o'rgandi. U hatto tok kelganda yaltiraydigan kichik qurilmalar ham yasadi. Ammo o'sha davr texnologiyasi hali zaif edi va bu ixtiro unutilib qoldi. Oradan yillar o'tdi. 1962-yilga kelib, amerikalik muhandis Nick Holonyak tarixda birinchi haqiqiy LED chiroqni yasadi. Bu LED qizil rangda edi va juda xira yonardi. Shuning uchun u faqat elektron qurilmalarda signal chiroqchasi vazifasini o'tagan. 1970-80-yillarda olimlar LEDni rivojlantirishda davom etishdi. Yashil, sariq va to'q sariq LEDlar paydo bo'ldi. Kalkulyatorlar, elektron soatlar va texnika panellarida LEDlar ko'rina boshladi. Ammo hali eng muhim qadam oldinda edi. 1993-yilda Yapon olimi Shuji Nakamura dunyoni o'zgartirgan ixtironi qildi. U yorqin ko'k rangli LEDni yasadi. Nima uchun bu muhim edi? Chunki ko'k LED bo'lmasdan oq rangli LED yasab bo'lmas edi. Ko'k LED ustiga sariq fosfor qo'shilganda oq yorug'lik hosil bo'ldi. Mana shu paytdan boshlab LED chiroqlar haqiqiy inqilob qildi. 2000-yillardan boshlab LEDlar uylarimizga kirib keldi. Ular kam elektr sarflaydi, uzoq xizmat qiladi, kam qiziydi va tabiatga zarar yetkazmaydi. Bugun LED chiroqlarini deyarli hamma joyda ko'ramiz. Uy yoritishda, ko'chalarda, avtomobillarda, televizor va telefon ekranlarida, hatto robotlarda ham. Shunday qilib, bir paytlar faqat laboratoriyada miltillagan kichkinagina nur bugun butun dunyoni yoritib turibdi. Bu ilm-fan, sabr va izlanishning g'alabasi. Mana azizlar, biz LEDning qisqacha tarixi bilan tanishib oldik. LED chiroqchasi qanday tuzilgan? Uning ichida ikki xil maxsus kristal yarim o'tkazgich qatlam bor. Musbat P tur va manfiy N tur. O'sha ikki qatlamning orasida o'tish qismi bo'lib, aynan shu joyda yorug'lik hosil bo'ladi. LEDga to'g'ri kuchlanish berilganda elektr zarralari, elektronlar bir qatlamdan ikkinchisiga o'tadi. Shu paytda yorug'lik paydo bo'ladi. LED yonadi.
Rasmda keltirilgan ledning kristal ranglari aslida haqiqiy ranglari emas, ya'ni u sizga ajratib ko'rsatish uchun berilgan ranglar hisoblanadi. Ledning haqiqiy ranglari rangsiz va xira bo'ladi. Ana endi led chiroqchasini batareyka yordamida yondiramiz. Yana bir muhim qoidani eslab qoling. Ledlarning ikkita oyoqchasi bor. Biri uzun, ikkinchisi kalta. Bu bejizga emas. Uzun oyoq bu anod deb ataladi. Bu batareykaning plus tomoniga ulanadi. Kalta oyoqcha esa katod deb ataladi. U esa minus tomoniga ulanadi. Endi bitta muammo shu yerda mavjud. Nima desiz? Masalan, siz qandaydir qurilmadan ledni leximlagich yordamida uzib olgan bo'lsangiz va oyoqlari bir tekisda bo'lsa-chi, unda nima qilamiz? Mana bu oq ledimiz, azizlar. Endi keling, qaysi biri katod, qaysi biri anod, bu yerdan ham aniqlasa bo'ladi. Mana bu yerdagi kichkina bo'lakchamiz, ya'ni shishaning ichida ko'rinib turgan kichkina bo'lakchamiz bu anod, plus oyoq hisoblanadi. Mana bu demak anod ekan. Bunisi esa katod, minus oyoq hisoblanadi. Mana shuni yaxshilab eslab qoling. Yana bir marta qaytaramiz. Demak, bu plus oyoq, u kichkinagina bu ko'rinadi shishaning ichida, ya'ni epoksid shishamizning ichida. Mana bunisi esa demak kattarog'i katod. Xo'p, azizlar, endi biz mana shu led chiroqchamizga sizlar bilan sim leximlaymiz hamda yoqib ko'ramiz. Xo'p, mana simlarni biz tayyorlab olganmiz. Sekin. Mana bu hozir men katod va anodni ajratib olish uchun rangli termotrubkalar tiqmoqdaman. Endi leximlab qo'yamiz. Azizlar, bu termotrubkalarni qayerdan sotib olish kerakligini men birinchi darsimizning pullik qismida batafsil aytganman. Bu pullik qismini albatta sotib olishni maslahat beraman. Chunki unda juda ham ko'p ma'lumotlar, foydali ma'lumotlar aytilgan. Telegram orqali menga murojaat qilib, birinchi darsning pullik qismini bering deb aytasiz. Ana endi azizlar, termotrubkalarimizni yaxshilab mahkamlab olamiz. Buning uchun uni isitamiz. Mana shu tarzda isitadigan bo'lsak, ular qisqaradi hamda mana ko'rib turganingizdek izolyatsiya lentasidan bu juda ham afzal hisoblanadi. Xo'p. Endi yoqsak bo'ladi. Mana batareykamiz. Plusga ulayman. Hozir buni sekin. Mana buni bu yoqqa, buni bu yoqqa. Demak, ko'rib turibsiz, yonmadi. Sababi nimada ekan? O'rganamiz. LED yonmaganining sababi har bir LED chiroqchasining minimal ishga tushish kuchlanishi borligidadir. Bu jadvalda o'sha minimal qiymatlar keltirilgan. Qizil LED yonishi uchun kamida 1.8 2 volt zarur. Sariq yonishi uchun 2 volt talab qiladi. Yashil LED 2.4 volt talab qilsa, ko'k undan ham ko'proq 3 volt talab qiladi. Oq va binafsha ham shu atrofda kuchlanishni so'raydi. Bizning AA tipidagi batareykamiz necha volt ekan? Tekshiramiz. Bizning batareykamiz qancha quvvat beryapti ekan? Shuni tekshiramiz. Multimetrda
volt, ya'ni o'zgarmas tokni o'lchaydigan qismi bu. Mana bu esa o'zgaruvchi tokni o'lchaydigan qismi. Biz 1,5 volt batareykalarni o'lchash uchun 2 ga qo'yamiz. Mana bu yoqdan burab 2 ga qo'yamiz. Endi tekshiraman. Mana bu qizil simini bu tomonga, qorasini bu tomonga. 1,5 volt. Dan sal oshiqroq. Bunisini ham tekshiramiz. Xo'p, mana nima uchun bizda ledimiz yonmagan. Endi agar biz ikkitasini birga orqa-orqa ulab 2 voltga qo'ymaymiz endi. Biz endi 20 voltga qo'yamiz va endi tekshirib ko'ramiz. Mana qarang. Ko'ryapsizmi? 3 volt bu. Mana endi ledimiz yonadi. Faqat katod va anodlarni to'g'ri, plus minusni to'g'ri ulash kerak. Demak, bizda hozir mana kichik ko'rib turibsiz. Mana bu qizil izolyatsiyamiz anodga, katodga esa yashilimiz ulangan. Mana yondi. Agar telefon zaryadlagichga ledni ulasak, nima bo'ladi? LED 5 voltga to'g'ridan to'g'ri ulansa, tok cheklanmaganligi uchun ichidagi kristal qizib 5 volt ledga ko'p kuch beradi. LED esa buni ko'tara olmaydi. Ko'p kuch nozik buyumni buzadi. Shu yerda bizga endi rezistor yordamga keladi. Ha aytgancha. Birinchi darsning pullik qismida men rezistor va boshqa komponentlarni qayerdan sotib olishni batafsil tushuntirganman. Sizga qo'shimcha darsni sotib olishni maslahat beraman. Va u juda ham arzon. Atigi 10 ming so'm. Rezistor bu tokni cheklovchi va zanjir ishini barqarorlashtiruvchi elektron komponentdir. Rezistor elektronika zanjiridagi eng muhim va asosiy elementlardan biridir. Uning vazifasi elektr tokini to'xtatish emas, balki uni me'yorida ushlab turish va boshqarishdir. Rezistor zanjirdan o'tayotgan tokni cheklab, LED, mikrosxema va boshqa nozik elektron qismlarni ortiqcha tokdan himoya qiladi. Shu sababli rezistorni elektronikaning xavfsizlik kamari deb atash mumkin. Elektr toki rezistordan o'tganda elektr energiyasining bir qismi issiqlikka aylanadi. Bu holat normal bo'lib, shuning uchun rezistorlar ma'lum quvvatga ega bo'ladi. Rezistor quvvati
uning qizishiga qanchalik bardosh berishini bildiradi. Hajmi katta rezistor quvvatli hisoblanadi. Agar kichik quvvatli rezistordan katta tok o'tkazilsa, u qizib kuyishi mumkin. Rezistorning ustidagi rangli chiziqlar uning qarshilik qiymatini bildiradi va bu ranglar rezistorning o'ziga xos pasporti hisoblanadi. Rezistorsiz tuzilgan zanjirlar, ayniqsa LED ishlatilgan sxemalar xavfli bo'ladi. Chunki LED tokni o'zi cheklay olmaydi va rezistorsiz u tezda kuyib ketadi. Shu bois deyarli barcha elektron qurilmalarda rezistorlar ishlatiladi. Ular tokni tartibga soladi, kuchlanishni taqsimlaydi va butun sxemaning barqaror hamda xavfsiz ishlashini ta'minlaydi. Rezistorning rangli belbog'lari nimalarni anglatadi? Va u belbog'lar orqali qanday qilib biz qarshilikni aniqlaymiz? Bularni keling birgalikda o'rganamiz. Mana bu rasmda ko'rib turganingiz rezistorning ranglar bo'yicha o'qilish jadvali hisoblanadi. Endi o'qish tartibini yaxshilab agar o'rganib oladigan bo'lsak, har qanday rezistorning necha ohm qarshilikka egaligini bilib olamiz. Bu hayotimizda, kelajakda ish faoliyatimizda juda ham kerak bo'ladi. Qarang, rezistorlarni 4 talik, 5 talik, 6 talik belbog'li rangli turlari mavjud ekan. Ana endi har bitta belbog' nimani anglatishini birinchi o'rganib olishimiz kerak bo'ladi. Keyin ranglarni o'rganamiz. Hozircha belbog'lar nimani anglatishini o'rganaylik. Qarang. Mana bu joyda 27000 ohm, ya'ni 27 kilo ohm rezistor misol tariqasida mana bu ustunimizda ko'rsatilgan. Endi bu yerda 1, 2, 3, 4 ta belbog' bor ekan. Ana endi 4 ta belbog'ning birinchisi nima-yu, ikkinchisi nima, uchinchisi nima, to'rtinchisi nima bilib olsak agar, biz qolganlarni ham bemalol tushunib ketamiz. Mana bu birinchi qizil rangli belbog'imiz. Bu birinchi raqamni bildiradi. Ya'ni kalkulyator kerak bo'ladi bizga. Buni tushunish uchun mana kalkulyatorni olib kelib oldim. Qarang. Masalan, mana shu qizilimiz mana bu yoqqa qarasak 2 deb belgilangan. Pastda ham o'zi yozilgan. Mana qarang. Qizil rang demak 2 ekan. Biz 2 ni kalkulyatorga yozamiz. Mana ikkinchi rang ham raqamni bildiradi. Bu ham raqamni bildiradi. Qarang. 4 talikda men aytmoqchiman mana shunaqa. Birinchi ham raqamni bildirar ekan, 2 ni bildiradi, ikkinchisi ham raqamni bildiradi. Lekin qanaqa raqamni bildiradi? Axir bu rangiga qaraymiz mana. 7 raqamni bildirar ekan, yozamiz. 7. 27 bo'ldi. Ko'rdingizmi? Mana shu joyi nozik joyi. Keyingi 3-chi belbog'imizning rangi mana ko'ryapsiz? Mana bu. Ya'ni x 1000 degani mana shu 27 ni 1000 ga ko'paytir degani. Siz jadvalga bitta qarab, mana shu jadvalni saqlab qo'yadigan bo'lsangiz, hozir men kalkulyatordaga kirgizib qo'ysam, skrinshot qilib oladigan bo'lsangiz ekrandan, siz bemalol o'sha jadvaldan qog'ozga chiqarib olsangiz, ishlataverasiz. Qiyinchiligi yo'q. Ana endi ko'paytiruv belgisini bosaman va mana bu yoqda mana bu rang 1000 marta ko'paytirishni, 1000 ga ko'paytirishni bildirar ekan. Men mana bu joyga 1000 deb yozaman. Ko'rdingizmi? Keyin barobar tugmasini bitta bo'lsangiz 27000 ohm chiqadi. Ya'ni 27 kilo ohm. Xo'p, menimcha tushundingiz. Mana bu ranglar demak jigar rang 1 ni bildiradi, qizil 2 ni, mana bu to'q sariq 3 ni bildiradi, och sariq 4 ni, yashil 5 va hokazo. Mana bu joylarni ham hozir keyinroq tushunib olamiz. Endi qarang,
Mana bu yoqda 4-chi chiziqchamiz belbog'chamiz, ya'ni rezistorning ko'proq mana shu qismida joylashgan bo'ladi, tepa qismida. Bu belbog'cha asosan oltin rangda yoki kumush rangda bo'ladi. Qizil va jigar rangda ham bo'lishi mumkin ekan. Mana shu rang, mana shu belbog'chani, umuman rezistorni mana shu joyidagi belbog'chani ko'rganingizda, demak, oltin rangli belbog'chani ko'rganingizda, deylik, siz ranglarni bu tomondan boshlab hisoblashni boshlaysiz. Masalan, mana bu yoqda demak oltin rangli belbog'cha turibdi ekan yoki kumush rangli belbog'cha turibdi ekan, demak men bu tomondan birinchi raqamni, ikkinchi raqamni va o'sha ikkita raqamni nechaga ko'paytirishni hisoblayman ekan deb o'ylaysiz. O'zi mana shu belbog'chani o'zi nima degan savolga esa, bu belbog'chani o'zi necha foiz kam yoki ko'p bo'lishi mumkinligi. Mana masalan 5% kam yoki ko'p bo'lishi mumkin ekan. Oltin rangi. Kumush rangi esa 10% kam yoki ko'p bo'lishi mumkin. Bu nima degani? Sizda mana shunaqa rezistor bor, shunaqa rangli markirovkali rezistor bor. Siz uni multimetr yordamida o'lchab ko'rsangiz, hozirgi holatda oltin rang bizda 5% yo kam yoki ko'p bo'ladi. Undan ko'p bo'lmaydi, ya'ni. Bu o'sha adashish, ana qancha adashish mumkinligi baribir har qanday nimani aniq 100% to'liq точный 100% qila olmaydi. Shuning uchun adashish markirovkasini ham, belbog'chasini ham qilib qo'yishgan. Keyingi bizdagi misolimizda esa, keling, nolga tushirib olaylik kalkulyatorni. Keling hisoblaymiz. Bu yoqda esa qarang. 1, 2, 3, 4, 5 ta nima bor ekan? Bizda ya'ni 5 ta belbog'chali ekan, band mana. 5 ta belbog'chali rezistorni o'qiymiz. Bunda ham e'tibor bergan bo'lsangiz 15,000 ohm, ya'ni 15 kilo ohm deb yozilgan. Mana endi bu yerda ko'rib turibsizki, jigar ekan, 1% plus minus. Endi hisoblashni boshlaymiz. Mana bu jigarimiz bizda 1 ni bildiradi. Keling 1 deb yozib qo'yamiz. Mana 1 ni. Keyin yashilimiz bizda 5 ni bildiradi. Yozamiz 5. Keyin qoramiz bizda qarang. Qoramiz 0 ni bildiradi. 0 deb yozamiz. Bu yerda bizda endi 3 ta raqam beryapti bizga bu rezistorimizning belbog'lari. Bitta raqam, ikkita raqam, 3 ta raqam. Va 4-chi 5 talikning 4-chisi endi ko'paytirish bo'lyapti bizda. Demak, uni qizil beryapti. Qizil mana bu yoqda, mana o'zi yozilgan. 1000 ga ko'paytir degani bu. Endi biz 150 ni nechaga ko'paytiramiz? Albatta 1000 ga. Mana 1000 ga ko'paytirib barobar tugmasini bitta bosadigan bo'lsak, men sal oshirib yubordim shekilli. Hozir 1 daqiqa boshqatdan. Jigar 1, keyin yashil 5, keyin qora 0, qora 0, qizil 100 ekan, uzr, mana shu yerda adashibman. 1000 ga ko'paytirish deb adashibman. Uni 100 ga ko'paytiramiz, chunki bu qizil. Ko'paytirilgan 100 barobar 15000. 15000 ohm, ya'ni 15 kilo ohm. O'ylaymanki, siz mana shu ancha tushunib qoldingiz. Hozir xatolarim ham yaxshi bo'ldi, xato qilganim, chunki ranglardan adashtirsangiz xato qilasiz. Keyingisi qarang. Yana 0 ga tushirib qo'yaman, buni hisoblaymiz. Bu yerda ham e'tibor beraylik, 6 ta belbog'chali bizda 6 ta belbog'chali bizda rezistorimiz bor ekan. 6 ta belbog'chalikni 3 tasi ko'rib turibsiz, raqamlardan iborat ekan. Bitta, keyin uni 4-chisi
bu yoqda ko'paytirish, qanchaga ko'paytirish va mana bu joyda 5-inchisi har doimgidek foizlar, adashish foizlari, koeffitsientlari. Bu narsa rezistorda harorat oshganda uning qarshiligi qanchalik o'zgarishi koeffitsient hisoblanadi. 100 bo'lsa bu yomon, masalan 5 bo'lsa bu yaxshi hisoblanadi. Yomon bo'lib qanday yomon? Masalan, ba'zi joylarda bu masalan 100 ning umuman ahamiyati ham bo'lmaydi, lekin juda kuchli aniqlik kerak bo'lgan joylarda 100 rostdan ham yomon hisoblanadi. Ko'k bizda 6 ekan, 6 ni yozaman. Keyin qizil bizda 2 ekan, 2 ni yozaman. Keyin qoramiz bizda 0, 620 bo'ldi. Keyin mana bu to'q sarig'imiz 1000 ko'paytirilgan 1000 barobar 620 ming. Demak, 620 ming ohmlik rezistorimizni biz hozirgina hisobladik va uning adashish koeffitsienti 1% ni ko'rib turibsiz. Demak, u juda ham kam foizda xato beradi ekan bu rezistorimiz. Va issiqlik darajasi esa 100. Endi aziz o'quvchilar, sizlar bilan keling mana buni es qilib olay. Menimcha tushundingiz. Mana bu yoqda ham darajalarni bu jadvalimizda berilgan. Bu jadvalimizni screenshot qilib oling. Yana bir kalkulyatorimni kirgizib turibman. Siz screenshot qilib oling. Bo'ldi. Endi sizlar bilan kelinglar. Mana bu yoqda menda rezistorlar bor. O'sha rezistorlarni necha ohm ekanligini birgalikda topib ko'ramiz. Oltin rangli mana bu yoqda belbog'chani ko'rib turibsiz. Demak, biz oltin rangli belbog'chani ko'rdikmi? Bu tomondan hisoblaymiz. Jigar, qora, qizil. Birinchisi jigar, keyin qora, keyin qizil. Keling, jadvalimizga qaraymiz. Birinchisi jigar, demak 1 yozamiz. Keyingisi qora edi, 0 yozamiz. Keyingisi adashmasam qizil edi. Hozir yana bir qarab olay. Keyingisi qizil edi. Qizil esa uni 100 ga ko'paytiramiz. 100 ga. Barobar. Demak, bizda 1000 ohmlik rezistorimiz ekan bu rezistorimiz. Hozir qani bizda bu rezistorimiz 1000 ohmlik rezistorimiz ekan. Hisobladik, to'g'ri. Ana endi oltin rangini boyagidek adashish koeffitsiyenti edi. Adashish koeffitsiyenti oltin rangda plus minus 5% ekan. 1000 bo'ladigan bo'lsa 10% 100, 50 atrofida maksimalni adashadi. Endi davom etamiz. Keyingi rezistorimizni hisoblab ko'ramiz. Qarang, qizil oltin rang bizda mana bu tomonda turibdi-da. Demak, biz bu tomondan hisoblashimiz kerak ekan. Qizil jigar. Keling, uni hisoblaymiz. Tak, esni bosaman. Qizil jigar. Mana qizil 2 yozaman. Yana bitta ikkinchi polasi ham qizil. Unga ham 2 yozaman. Keyin jigar rang 10 ko'paytirilgan 10 yozaman. Barobar 220 ohm. Bu 220 ohm, ya'ni bu rezistorimiz mashhur rezistor hisoblanadi. Bu yordamida biz 5 voltlik kuchlanishga ega bo'lgan elektr manbaiga ledni ulashda albatta bu rezistorlardan foydalanamiz. Mana shu qizil jigarli rezistorni ko'rsangiz, demak u 220 ekan. Xo'p, azizlar, ana endi sizga juda ham qiziqarli topshiriq bermoqchiman.
Mana bu yoqda men 3-rezistorimni ham rasmini chiqarib qo'yganman. Mana bu rezistorni yaxshilab qarab, pauzani bosib, videoga pauzani bosib, albatta uni o'qishga harakat qiling. To'g'ri o'qib kommentariyaga yozsangiz, albatta men to'g'ri yoki noto'g'ri deb yozishga harakat qilaman. Albatta buni hisoblab kommentariyaga yozishingizni so'rab qolaman. Qarshilik nima? Rezistor bu zanjirda suv krani kabi narsa. Qanchalik yopiq bo'lsa, tok shunchalik kam o'tadi. Qarshilik bu misoli kranning qanchalik yopiqligi ekan. Sal ochiq bo'lsa suv jildirab oqadi, katta ochiq bo'lsa suv sharillab quyiladi. Zanjirda albatta suv o'rniga elektr toki oqadi. Shunday qilib, rezistorning yopiqlik darajasi mavjud. Rezistorning tokni qanchalik yopib turgani ohm o'lchov birligi bilan o'lchanadi. 10 ohm kran juda ham ochiq, 220 ohm masalan o'rtacha yopiq, 1000 ohm ya'ni 1 kilo ohm ancha yopiq. 10 kilo ohm esa juda yopiq. Sodda tilda aytganda mana shunday. Keling, endi bir nechta rezistorlarni o'lchab ko'ramiz. Demak azizlar, mana bizda turli xildagi rezistorlar mavjud. Bundan tashqari mana bu turdagi rezistorlar ham mavjud. Turli xil qarshilikka ega bo'lgan rezistorlar bizda bor hozir. Keling endi ularni o'lchab ko'ramiz. Masalan, mana bu 330 ohm ekan, qarshilikka ega bo'lgan rezistorimizdan bitta olib, keling o'lchab ko'ramiz. Multimetrimizni 2000 ga qo'yamiz. Nima uchun? Chunki agar biz 200 ga qo'yadigan bo'lsak, unda bu bizning rezistorimiz 330 ohm, 200 ohmdan oshiq. Shuning uchun uni 2000 ohm qarshilikka qo'yamiz. Multimetrim yaxshiroq ko'rinishi uchun mana shunday qilaylik. Mana tekshirish juda oddiy. Qaysi tomondan bo'lsa ham farqi yo'q. Mana shunday. Mana 5 adashyapti. Bu o'tgan safar siz bilan sal avvalroq siz bilan ko'rgan edik. 5 adashishi bu normal holat hisoblanadi. Endi keling, masalan, yana bizda mana bu yoqda 2200 ohmlik rezistorimiz bor ekan, uni ham o'lchab ko'ramiz. Siz bilan mana bu tarzda o'lchab ko'ramiz. Mana. Xo'sh, yo'q, men adashdim. Endi biz 20 ga qo'yishimiz kerak bo'ladi. O'shanda biz o'lchay olamiz uni. Mana 2200. Ya'ni 20 ohm qarshilikka qo'ydik va o'shanda bizga aytadi bu 2200 ligini. Mana 2200. Mana shunday. Mana shunday o'lchanadi. Hech qachon o'zidan kichkina darajani qo'ymasligingiz kerak. Agar sizda 220 bo'lsa ham 200 ga qo'ymasligingiz kerak. 200 dan kichkina bo'lsa, unda 200 ga qo'ysangiz bo'ladi. Endi bizga 5 voltlik kuchlanishda ledni xavfsiz yoqish uchun 220 ohm qarshilikka ega bo'lgan rezistor kerak bo'ladi. Keling, 5 voltga 220 ohm rezistor ulanganda necha volt chiqishini kuzatamiz va ledni xavfsiz yoqamiz. Mana bu joyda bizda 5 voltlik sariq ledimizni kuydirib yuborgan quvvat bor edi, eslasangiz. Biz endi rezistor orqali minusga rezistor ulagan holda endi ledimizni yoqmoqchimiz. Keling, mana shu ishni qilamiz. Mana
Endi ledimizni ko'ramiz, qani kuyib ketarmikan. Mana minus bu yoqqa, plus bu yoqqa. Ledimiz yondi. Ozgina bir muddat ushlab turaman. Ko'rib turibsiz, ushlab turibman. Hech qanday kuyish yo'q, ya'ni ledimiz yaxshi ishlamoqda. Ledimiz yaxshi ishlamoqda. Yaxshi. Ana endi azizlar, muhim eksperiment. Mana bu joyda voltga e'tibor bering. Necha volt beryapti ekan o'zi bu? Qarang. 5 volt beryapti. Aytishingiz mumkin. 5 volt bo'lsa, buni kuydirib olish kerak-ku deb, to'g'rimi? Qachonki tok zanjirdan yurishni boshlaganda, azizlar, uning ya'ni rezistorning faoliyati amalga oshishni boshlaydi. Mana hozir mana bu yerda men yaxshiroq tekshirish uchun sizga mana qarang endi. Qachonki zanjirda tok aylanayotgan paytida u 2-3 volt bo'lib qolmoqda. Nima uchun? Chunki rezistor tokni cheklamoqda. Bu tomonda esa e'tibor bering. Bu tomonida rezistordan bu tomonda tokimiz 5 voltga yaqin tokimiz bor ekan. Bu tomonda esa rezistorimiz cheklab bermoqda. Natijada xavfsiz yonadi ledimiz. Endi keling, ledimizni mana shu tarzda, mana shu turishida qanday ulaymiz endi, qarang. Keling, rezistorni olib tashlayman. Rezistorni olaman. Men mana bu yoqda. Mana olib tashladim. Endi agar ledimizni himoyasiz ulasakchi, e'tibor bering, qarang. Bir yonib kuyadi. Bo'ldi, kuydi. Mana. Endi ishlamaydi bu. Rezistor bilan ulasangiz ham ishlamaydi. Chunki u kuydi. Mana qarang. Rezistor bilan ulasangiz ham endi ishlamaydi. Chunki kuydi. Azizlar, bu nozik elementlarni albatta rezistor bilan himoya qilishimiz kerak. Rezistorimizning o'lchamini ham aytmoqman. Mana buni hozir sizga o'lchab ko'rsataman. Rezistorimiz 220 ohm. Navbat kondensator elementiga yetdi. Kondensator bu elektr zaryadini vaqtinchalik yig'ib, keyin qayta beradigan elektron detal hisoblanadi. Uni hayotda suv idishga o'xshatish mumkin. Quvur orqali suv oqishi to'xtasa, idishdan quyib olinadi. Kondensator esa suv o'rniga tokni yig'ib turadi. U ikki metal plastinadan iborat bo'lib, ular orasida dielektrik joylashgan va elektr maydon orqali energiya saqlaydi. Kondensator kuchlanishni tekislaydi, shovqinni yo'qotadi, signallarni filtrlab beradi, impulslarni kechiktiradi va qisqa muddatli zaxira quvvat vazifasini bajaradi. Bu muhim elementning ham qiziq tarixi bor. Kondensator elektronikaning eng qadimgi va eng muhim elementlaridan biri bo'lib, uning tarixi elektr toki tarixi bilan chambarchas bog'liq. Bu elementning shakllanishi bir necha asr oldin boshlangan. Dastlab odamlar elektrni hosil qilish mumkinligini bilishgan, lekin uni saqlab turish mumkin deb o'ylashmagan. Kondensator aynan shu muammoni hal qilgan tarixiy qurilma hisoblanadi. Kondensator tarixidagi eng muhim bosqich 18-asr o'rtalariga to'g'ri keladi. 1745-1746 yillarda Yevropada elektr ustida tajribalar olib borilgan paytda shisha idish bilan bog'liq qiziqarli hodisa kuzatilgan. Bu hodisa Germaniyada Ewald Georg von Kleist, Niderlandiyada esa Peter van Maschenbroek tomonidan deyarli bir vaqtda aniqlangan.
Tajribalar davomida shisha idishning ichki va tashqi tomoniga metall o'tkazgich joylashtirilganda elektr zaryadi to'planib, saqlanib qolishi ma'lum bo'lgan. Bu qurilma keyinchalik Leyden shahri nomi bilan Leyden bankasi deb atalgan. Leyden bankasi tarixdagi birinchi kondensator bo'lib, u elektr zaryadini qisqa muddatga bo'lsa ham saqlab turish mumkin ekanligini isbotlab berdi. O'sha davr uchun bu juda katta yangilik edi, chunki elektr faqat chaqmoq yoki ishqalanish natijasida paydo bo'ladigan hodisa sifatida qaralgan. Endi esa elektrni yig'ish va keyinroq foydalanish mumkinligi aniq bo'ldi. 19-asrga kelib olimlar kondensatorning ishlash tamoyilini chuqurroq tushuna boshladilar. Kondensator ikki o'tkazgich plastinadan iborat bo'lib, ularning orasida dielektrik deb ataluvchi izolyator joylashishi aniqlandi. Elektr energiyasi kondensatorda zaryad sifatida emas, balki elektr maydoni ko'rinishida saqlanishi tushuntirildi. Shu davrda sig'im tushunchasi paydo bo'ldi va u farad birligida o'lchanadigan bo'ldi. 20-asrda radio va elektron texnika rivojlanishi bilan kondensatorlar turli shakl va turlarda ishlab chiqarila boshlandi. Qog'ozli, keramika, elektrolit va keyinchalik yuqori aniqlikdagi zamonaviy kondensatorlar yaratildi. Bugungi kunda kondensatorlar kuchlanishni tekislash, shovqinni kamaytirish, signallarni filtrlash va qisqa muddatli energiya zaxirasini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Shunday qilib, oddiy shisha idishdan boshlangan bu tarix zamonaviy elektronikaning ajralmas qismiga aylangan. Tugma. Bu juda oddiy elektron element bo'lib ko'rinsa ham, u elektr texnikasi va elektronika tarixida juda muhim o'rin egallaydi. Tugma bu elektr zanjirini vaqtincha ulaydigan yoki uzadigan boshqaruv elementi bo'lib, inson bilan elektr qurilma o'rtasidagi eng sodda, ammo eng muhim aloqa vositasidir. Bugun biz kundalik hayotda tugmalarni sezmasdan ishlatamiz. Chiroqni yoqishda, telefonni boshqarishda, kompyuterni ishga tushirishda yoki hatto lift chaqirishda. Ammo bu oddiy harakatlar ortida uzoq tarix va rivojlanish jarayoni yotadi. Tugmaning aniq bir kishi tomonidan ixtiro qilingani haqida ma'lumot yo'q. Chunki u alohida ixtiro sifatida emas, balki elektr toki bilan ishlash jarayonida bosqichma-bosqich shakllangan. 18-19 asrlarda olimlar elektr toki bilan tajribalar o'tkazgan paytlarda zanjirni ulash va uzish uchun simlarni qo'lda tekkizib ajratishgan. Bu esa noqulay va xavfli bo'lgan. Shundan so'ng mexanik kontaktli kalitlar paydo bo'la boshladi. Ana shu kalitlar keyinchalik tugmalarning asosi bo'lib xizmat qildi. 19-asrning o'rtalarida telegraf ixtiro qilinishi tugma rivojida muhim burilish yasadi. Telegraf operatorlari maxsus bosiladigan tugma orqali elektr signallarini uzatgan. Bu tugmalar yordamida Morse kodi yuborilgan va uzoq masofalar bilan aloqa o'rnatilgan. Aynan shu davrda tugma inson va mashina o'rtasidagi birinchi haqiqiy boshqaruv interfeysi sifatida shakllandi. 20-asrga kelib elektr energiyasi keng tarqala boshladi. Uy, chiroqlar, elektr qo'ng'iroqlar, liftlar va sanoat uskunalari paydo bo'lishi bilan tugmalar hayotning ajralmas qismiga aylandi. Oddiy yoqish va o'chirish tugmalari kundalik ehtiyojga aylandi. Keyinchalik radio, televizor va boshqa elektron qurilmalar rivojlanishi bilan tugmalar yanada kichraydi, ishonchli va tezkor bo'lib bordi. Bugungi kunda tugmalar turli ko'rinishlarda mavjud. Mexanik tugmalar, mikro tugmalar, membranali va sensorli tugmalar, hatto sensorli ekranlar ortida ham aslida elektron signalni boshqaruvchi tugma vazifasi bajariladi. Shunday qilib, tugma juda oddiy detal bo'lsa ham, u bo'lmaganda zamonaviy elektronika, kompyuterlar, telefonlar va robototexnikani tasavvur qilib bo'lmas edi.
Shuning bilan bugungi ikkinchi darsimiz ham yakuniga yetdi. Har bir bepul darsimizning qo'shimcha pulli qismi ham mavjud. Uni sotib olish majburiy emas. Bu faqat bilimini chuqurlashtirmoqchi bo'lganlar uchun. Agar siz ikkinchi darsning pulli qismini olmoqchi bo'lsangiz, shunchaki Telegram orqali menga bog'lanib yozsangiz kifoya. Video dars sizga yuqori sifatda tashlab beriladi. Atigi 10,000 so'm evaziga siz juda qiziqarli va foydali qo'shimcha bilimlarga ega bo'lasiz. Qo'shimcha darsda nimalar bor deysizmi? Bu hozircha sir bo'lib qolsin. YouTube'dagi bepul darslarimiz esa albatta davom etadi. Agar dars sizga foydali bo'lgan bo'lsa, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Video boshqalarga ham foydali bo'ladi deb o'ylasangiz, like tugmasini bosib, qo'llab-quvvatlashingiz mumkin. 3-darsda ko'rishguncha xayr.